Eng qimmat BMW. Bu tezlik yoki zamonaviy texnologiya emas. Bu tarix, kamyoblik va qo'lda shakllangan orzu. Uning har bir chizig'i tarix bilan nafas oladi va uning narxi millionlar bilan o'lchanadi. BMW 507. 1956-yil BMW kompaniyasi urushdan keyin Amerika bozori uchun mutlaqo yangi lyuks va sport ruhiga ega Roadster BMW 507 ni ishlab chiqardi. BMW 507 ommaviy avtomobil emas. Uni dizaynini mashhur dizayn Albert von Goetz chizgan. Kuzovi to'liq qo'lda yasalgan va alyuminiydan tayyorlangan. Shu sababli har bir 507 deyarli bir-biriga o'xshamaydi. Har biri individual. Uzun kapot oldida joylashgan motorning balansini ta'minlash uchun qilingan. Old qismi past va yumaloq shaklda ishlangan. Bu o'sha davr uchun eng ilg'or dizaynlardan. Yon chiziqlari toza va ortiqcha bezaklarsiz. BMW bu model bilan shovqinni emas, sokin nufuzni tanlaydi. Orqa ko'rinishi qisqa va muvozanatli. Butun kuzov sizga sportkar va lyuks orasidagi nozik chegarani aniq his qildiradi. Unda 3.2 litrli V8 atmosferali motor. Bu BMW kompaniyasining urushdan keyingi ilk V8 hisoblanadi. 150 ta ot kuchi, 0 dan 100 gacha 8,5 sekund. Maksimal tezligi 220 km/soat. Bu motor yumshoq ishlaydi, chuqur V8 ovoziga ega va BMW ga xos muhandislik aniqligini saqlab qo'ygan. U atiga 252 dona ishlab chiqarilgan va mana shunday kamyob san'at asari bo'lgani uchun kolleksionerlar uchun orzuga aylangan. 2022-yilda BMW 507 lardan biri auksionda 5 million dollardan ortiq narxga sotildi. Lekin uning qiymati motorida yoki tezligida emas, tarixida, kamyobligida va qo'lda yasalgan ruhida. Tachkani yomoni bo'lmaydi akalarim. BMW fanatlariga yuborib